Qiz-cho'kanlar chechini qisqarsa yoki tushirvasa bo'lamdi? Savol. Uzun choch kiyimning ichida bo'lgan taqdirdimi chegishlashib bak ichimni pishirib o'tidi. O'rib olay desam bak yo'g'on bo'lib ketib, hadisda cheklangan holatga o'xshab qoladi ekan. Shu sababdan kestirishni niyat qilib qoldim. Agar joiz bo'lsa, qanchalik miqdorda kestirsam bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlariga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ayol kishi avori bo'lmaslik yoki chegish bo'lib ketmaslik uchun chechini qisqartsa bo'ladi. Buningda cheklimi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning pak ayollarimi chochlarini mo'risiga yoki quloq tubiga qadar qisqartgan. Muslim 754-hadis. Imom Navaviy rahmatullohi alayhi mundaq deydi. Bu hadisda ayollarning chechini qisqartsa joiz bo'ladiganligiga dalil bor. Faqatla erlarga o'xshalish uchun qisqartsa, bu ayollarning erlarga o'xshalishi jihatdan cheklanadi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollarga o'xshab olgan erlar bilan erlarga o'xshab olgan ayollarga la'nat qilgan. Ammo butunlay tushirib o'tish ma'lum kasallik sababidan yoki zarur ehtiyoj sababidan bo'lsa muboh bo'ladi. Normal ahvolda bo'lsa makruh bo'ladi. Chunki ayollarning chechi bir zinnat. Bu zinnatni elib o'tish yaxshi ish emas. Lekin tushirib o'tishni harom deydigan biror sahih dalil yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayol kishining chechini tushirib o'tishini to'sqan degan hadisini Imom Tirmiziy qatorliqlar Hazrati Ali va Hazrati Oysha radhiyallohu anhulardan rivoyat qilgan. Lekin hadis olimlari har ikkalandan rivoyat qilingan bu hadisni ojiz deb qaragan. Uning ustiga ba'zi olimlar bu hadisda farzand yoki yaqinlaridan ayrilib qolganda chochni tushirib o'tib hozir tutish cheklangan deb qaragan. Qandaqla bo'lmasin, bu vaqtga kelgan hadis ojiz, sahih emas. Ammo haj faoliyati qilganda ayollarning chechini tushirish emas, qisqartishi kerakligini bildirilgan hadis kelgan bo'lib, uni Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bunday rivoyat qilgan. Ayollarga chechini tushirib o'tish kerak emas. Kerak bo'lgani faqatla qisqartishdir. Lekin bu hadisda ayollarning chechini tushirishini cheklash yo'q. Faqatla haj faoliyatida qilish kerak bo'lganini bayon qilgan xolos. Ayollarning haj faoliyatida chechini tushirish vojib emas deganlik hajda yoki normal sharoitda tushirsa harom bo'ladi deganlikni bildirmaydi. Shunga ba'zi olimlar haj faoliyatida ayol kishi chechini tushirmasimi maqsad ado bo'ladi deb qaragan. Lekin ayollarga haj ibodati jihatdan talab qilinigani faqatla qisqartishdir. Ayollarning chechini tushirib o'tishda aniq va sahih bir cheklama kelmaganligi uchun ko'pchilik olimlar ayol kishining chechini tushirishi makruh bo'ladi degan. Yana bir qism olimlar yuqorqi hadislarni asos qilib, ma'lum kasallik yoki zarur ehtiyoj bo'lmagan ahvolda ayol kishining chechini tushirishi harom deb qaragan. Bu yerda ta'kidlab qo'ydiganimiz shuki, choch qisqartish yoki tushirish masalasida qiz bilan cho'kan o'xshash. Faqatla cho'kan eridan so'rab qisqartishi muvofiq. Lekin chochni kesadigan kishi yoki satrach ayol bo'lishi lozim. Qisqartish o'lchami haqida aniq bir ko'rsatma yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari quloq tubigacha yoki mo'risigacha qisqartganligi ma'lum. Asosan erlarga o'xshab olmaydigan miqdorda bo'lishi lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulla Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 98 nomerlik fatvo.